Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan do'stlar, 2026-yil 5-iyun sanasiga do'stlar, fantaziya shoptonlarimiz. Holatini ko'rsating, kalibrini mana yaqinlashtirib ko'rsating do'stlarga. Biz kuzatib borayotgan obunachilarga. Do'stlar, to'g'ri bizni kalibr o'lchaydiganimiz yo'q. Hozirgi kunda do'stlar kalibri 70 dan 90 gacha kalibr beryapti. Daraxtimiz yosh do'stlar 3 yasharlik daraxt mana. Qolgan shoxlarni ham ko'rsatinglar mana. Bilist qaranglar mana do'st, obunachilar mana. Mana svejiy yuzdik. Do'stlar, buni ko'rsatishdan maqsad, buni ko'rsatib kimga kerak bo'lsa, pastda nomerli aloqaga chiqaverasizlar. Mana qolgan tuplarni ham ko'rsatinglar, bitta tupini ko'rsatyapti degan obunachilar. Mana do'stlar. Shu videoga yo'q bo'lsa, bittadan like bosib, shoptonni boq qilaman degan tanishlar shu videolarni jo'natib qo'yinglar. Yilga maxsus ko'rsatlarimiz tayyor bo'lyapti. Upakovka jarayonini ko'rsatib boramiz. Yo'qolib yuringlar. Hozirgi mahallada do'stlar umumiy maydonimizni 1,5 gektarga bog' bo'lgan do'stlar. Mana upakovka jarayoni mana jonchalarga upakovka qilyapmiz. Bir xilda bo'lgan mana. Ko'ryapsizlarmi? Hozirgi kunda ichki bozorlarga berilyapti. 1 kilogrammi 30 ming so'mdan berilyapti. Mana hozir tayyor bo'lgan holat. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun yangi bo'lsalar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yangilarni ulashda davom etamiz biz. Sog' bo'linglar.